Optim tovar uz do'konini ochilganiga 1 yil bo'lgani munosabati bilan Mega chegirma. 199 mingdan sotilgan qozon naburlarimiz 95 ming so'm. hamma oilada bo'lishi kerak bo'lgan o'sha katushka apparatlarimiz 49 ming so'm. Kir yuvganda ishlatiladigan granulalarimiz bo'lsa 39 ming so'm. Organizerlarimiz faqat kulmanglar. 15 ming so'm. 169 mingdan sotilgan 5 ta predmetga ega vanna naburlarimiz 109 ming so'm. Dazmol qilishda ishlatiladigan mini doskalarimiz eski narxi 149 ming so'm, endi bo'lsa atigi 99 ming so'm. O'tgan safar 320 mingdan 199 mingga tushirdik. Endi 169 mingga tushiramiz. Hali bunaqasi bo'lmagan. Endi to'xtab turing. 165 mingdan sotilgan oyoq kiyim taxlaydigan polkani hozirgi narxi 99 ming so'm. Ya aytmasam bo'lmaydi-da. 380 mingdan sotilgan 259 mingga tushirdik. Buni nimaligini juda ham yaxshi bilasizlar. Va do'konchi 99 ming deydi. Tilini qirqib tashladim. Ushbu pichoq naburlarimiz 49 ming so'm. Dazmol qiladigan doskani ustiga kiydiradigan chexol bor ekan. Eski narxi 65 ming so'm, lekin mumkin kelib 35 mingga tushirib qo'ydi. Eng sifatli komodlarimizni ham 249 mingga tushirib qo'ydik. 1-aprel kuni soat 13:00 da aynan Optim tovar uz do'koni ochilganiga 1 yil bo'lgan munosabati bilan shu yerda juda ham katta gala konsert bayram bo'ladi. 2 metrli tortlar ham bo'ladi. Mumkinda o'zi ham shu yerda bo'ladi. Manzil so'raganlar uchun Parkent ko'chasi, Parkent bozoridan o'tganda Tsiolkovskiy chorrahaga yetmasdan o'ng qo'l tomonda. Hozir benom, lekin o'sha kuni Optim tovar uz bo'ladi.